Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi, endi ham bir xil ularning ahvoli. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Eng katta fitna boshlanadi. Mo'min aytadi: "Robbing kim?" "Robbim Alloh" deydi. "Dining nima?" "Dinim Islom." "Sizlarning oranglarga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan?" U kishi aytadi: "U zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim" deydi. Malaikalar aytar ekan, shunday deyishini biz bilar edik. Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi: "Robbing kim? Dining nima? Sizlarning oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U: "Ha, bilmayman" deydi. "Robbing kim?" "Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni deyradim." "Dining nima?" "Ha, bilmayman." U haq degani qo'rqayotganligini belgisi. Sizlarning oranglarda bir kishi yuborilgan. "Nima deysan u haqida?" "Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman" deydi. Farishtalar aytadi: "Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'on o'qimading." So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, shunday qichqirib turpoqalanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma maxluqotlar uning ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi.